Assalomu alaykum oshxona mebel ishqibozlari. Biz yangi oshxona mebelimizni Andijon viloyati Bog'shamol qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Bu oshxona mebelimiz mo'ykamiz bu boshidan burchagimizgacha 336 sm. Bu burchagimizdan bu tomongacha bu chekkagacha 120 sm. Xolodilnigimiz 180 ga 60 lik bo'ldi. Общий balandligi 240 sm. Tepasida aristonlari qo'yiliq. Burchakdan foydalanish uchun burchaklarni ham qo'yib ketdik. Chiroyli qilib. Plafonlari ham yonib, 3 xil svetda yonadi plafonlari. Taylardagi diod chiroqlarigacha yongan. Bu oshxona mebelimizni kir mashinalarigacha qo'yib o'rnatib ketdik. Yonida gaz plita. Gaz plitaning yonida tortma har doimgidek shushulkalarigacha bor. Burchaklari ham katta bo'ldi, ishlatiladigan. Bu tomonlarida ham. Doskalarimiz rossiyskiy stalisalar qo'yilgan. Chorniy serebrosidan. Burchaklarga plintslarni ham qo'yib qo'yganmiz. Gaz plitamizni yonlariga ikkita alyumin bakovoylari ikki chekkaga qo'yilgan. Bu choykimiz ikki chekkaga обязательно qo'yiladigan narsa. Bu oshxona mebelimizni 1 metrini 2 million 300 ming so'mdan Andijon viloyatiga olib kelib o'rnatdik. Ulug'bek akamiz obunachimiz uyiga. Mo'yka, kir mashina, gaz plitamiz, vitichkamiz, xolodilnik xonadon egasidan bo'ldi. Bizdan bo'ladigan narsalari mo'yka, semisitin, gazatori, kafel, turbalari, tepasidagi nijaveka shushilkasi. Bu tomonda qoshiq solish uchun shushilkalarigacha qo'yilgan. Magnetimizni qo'yganmiz, tuz quruqchoq qo'yadiganlari, diod chiroqlari, ichida bonusi. Bu oshxona mebelimizni bu tomondan mo'ykamiz bu boshidan bu boshigacha 336, bag'iga 120, 390 joyiga hisoblab berdik. 390 joyiga 8 million 500 ming so'mga olib kelib ustanovka qilib berdik. Osha-moshalariga keladigan bo'lsak, davchilik qo'yilgan, to'rttadan qatirilgan. Chekkalari 1 lik ronka, ruchkalari turba qo'yilgan. Balandligiga keladigan bo'lsak, pastdan stalisamizgacha 90, 60, keyin ag'iga 71, ag'iga 25 sm, 245 ga olib kelib ustanovka qildik. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz 93 569 87 41. Kuzatib borayotganlarga rahmat. Bittadan podpiska tashab, like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Kimda shunaqa chiroyli oshxona mebellar hammaga nasib qilsin. Chiroyli qilib olib borib ustanovka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Murojaat uchun telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Telegramlardan ham bemalol foydalanib, telefon qilsalaring bo'laveradi. 24 soat ish faoliyatidamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rab o'tamiz. Endi qo'ldan kelgancha yoritib boryapmiz. Bloger emasmiz, oddiy. Biz ham ustamiz. Endi chiroyli qilib videoga olib borishga harakatdamiz. Hammalaringga rahmat. Kuzatib borayotganlaring uchun faqat podpiska bilan like bosishni unutib qo'yapsizlar degan umiddaman. Yaxshilab trendga chiqarib olasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat.